Yosh kitobxon ko'rik-tanlovi yoshlar orasida mutolaa madaniyatini yuksaltirish, kitobga mehr uyg'otish va ularni ma'naviy barkamol avlod etib tarbiyalashga xizmat qilayotgan muhim ma'rifiy loyihadir. Bugun ushbu ko'rik-tanlovining tuman bosqichi o'tkazilmoqda. O'quvchilarning bilim saviyalarini ko'zdan kechirish, ularni qanchalik darajada shahar darajaga tayyorgarligini ko'zdan kechirish maqsadida sektor bosqichidan o'tib, ularda g'olib bo'lgan o'quvchilarimiz bugun tuman bosqichida bir-birlari bilan o'z bilimlarini sinovdan o'tkazmoqda. Tanlov 5 ta bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich mahalla bosqichi. Mahallada istiqomat qilayotgan yoshlar o'rtasida kitobxonlikka qiziqishi bor, kitobxon o'quvchilarimiz o'rtasida tanlov o'tkazildi. Sektor bosqichida mahallada g'olib bo'lgan yoshlarimiz o'rtasida hamda hozirgi tuman bosqichida esa butun bir sektorimizda g'olib bo'lgan yoshlarimiz o'rtasida o'tkaziladi. Bugun ko'rib turganimizdek, bizni shu tuman bosqichimizda Sergeli tumanida istiqomat qilayotgan 25 ta maktab o'quvchilari hamda maktabni bitirgan yoshlarimiz ishtirokini ko'rib turibmiz. Tanlov 10, 14, 15, 19, 20, 30 yosh oralig'ida jami 12 nafardan 36 nafar o'quvchi ishtirokida o'tkazilmoqda. Har bir yosh toifasida g'olib bo'lgan bir nafar o'quvchi shahar bosqichiga yo'llanma oladi. Asosiy maqsad yoshlarni kitobxonlikka targ'ib qilish, ularni umummilliy, milliy insoniy ruhiyatida tarbiyalash va vatanga bo'lgan muhabbatini yanada yuksaltirish maqsadida kitobxonlik tanlovlari tashkil etilmoqda. Tumanimizda ham 46 ta mahallamizdan yosh toifalari bo'yicha 1-chi, 2-chi va 3-chi toifalar bo'yicha hozir ishtirokchilar ishtirok etishmoqda. Asarlar juda ham keng, qamrovli, tanlov ishtirokchilari mazmunini, mohiyatini to'laqonli bizga ochib berishmoqda. Tanlovning tuman bosqichi 2 shart asosida o'tkazildi. Tezkor savol-javob shartida ishtirokchilar tavsiya etilgan adabiyotlardan tuzilgan 10 ta savolga 2 daqiqa ichida javob berdi va 100 ballgacha baholandi. Badiiy asarlar bilimdoni shartida esa o'zbek va jahon adabiyotiga oid asarlarning mazmuni, g'oyasi va ahamiyati sharhlandi. Ishtirokchilarga tayyorgarlik uchun 1 daqiqa, javob berish uchun 2 daqiqa vaqt ajratildi va bu shart ham 100 ballgacha baholandi. Qizim Tursunova Mushtariy Bonu yosh kitobxon ko'rik tanlovida oldindan qatnashib keladi. O'tgan yili qatnashganda viloyat bosqichida 2-o'rinni qo'lga kiritdi. O'sha 15-19 yoshda 15 yosh bo'lib ishtirok etganda, bu yil mana 2-yil qatnashishi. Kitobxonni u qizimiz yoshligidan qaysidir joyga aylanishgami, nimagadir borsak, albatta kitob xarid qilib olib keladi. Kitoblarimiz ko'p, badiiy kitoblar, chet elda kitoblardan ham foydalanamiz. Asarlar juda ham teran, o'ylaydigan, juda har xil asarlar emas. Misol uchun tanlab toifalarga bo'lib, o'zlari qo'yishgani bo'yicha juda ham yaxshi asarlar hisoblayman. Bu asarlarni o'qish hech qanaqa bir sizdan ortiqcha narsa talab qilmaydi. Oddiy o'qish va uni tushunish, mohiyatini tushunib yetish talab etiladi. 50 ta asar berildi. Bu paytga kelguncha 35 tasini o'qib tugatdim. Ya'ni endi shahar bosqichigacha hammasini tugatish rejamda bor. 10-14 yoshli toifasida 5 tashabbusli yosh kitobxon tanloviga qatnashdim. Savol-javoblar, tezkor bilimdon sharti hammasi haqqoniy, yaxshi bo'ldi. Hamma o'zini bilimiga qarab chiqdi. Bugun bu yerda g'oliblar aniqlandi, ammo eng katta yutuq yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishining ortayotganidir. Yosh kitobxon ko'rik tanlovi esa ana shu ezgu maqsadga xizmat qilmoqda. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun